Hürmetli kitap anlıqçılar, huzurunlarda Jallat Xenim namlıq tarihi romanның davamı. 3. bab. Taxit g'ovg'asi. 1. Muşu kunlarda Sultan Abdullah Xanның kayfi to'liq chaq edi. Ordini bir qism ozi munofiq amirlardan tozlagandan keyin g'azibi, gumonxo'rligi xilila besqib qolgan edi. Qashqarga mangdurgan oyg'oqchilardan Shahzoda Yo'lbosxonning tinchib qolganligini, boshqa uxbiyan harakatlarda bo'lmay harimida aysh ishrat bilan bazmiga mashg'ul bo'layotganligini anglab, xilila xotirjam bo'ldi va Allohdan o'g'lining ko'ngliga insof tavfiq tiladi. Orada erkanlarmo attiganlik qubulga kirganda shohnishin ichida erkin ozoda nafas olalaydigan bo'ldi. Ammo ostondagi jiddiy holat orada erkanlarga to'limi bo'libmi lashkariy amirlarga ilib berilgan taqib bo'shashtirilmagan edi. Lashkariy amirlar kunda 2 qatim xonga ko'rinish qilib turibdi. Ularning xotin bolalarining ostondan xohlagancha ayrilishi cheklangan edi. Albatta, bu qattiq taqibning elib berilishiga texi yaqindilar 2000 kishilik lashkari bilan xotin bola chaqalarini elib Qashqarga Shahzoda Yo'lbosxonni panohtab qochib ketgan Amir Mirza Yusuf Bey vaqasining sabab bo'lganligini hamma biladi. Barliq cho'ng kichik orda arkalari dakka-dukka ilkida har bir qadamini avaylab besishyapti. Bugun attiganlik qubuldan keyin Lalazar Ravaqni ko'ngli tatib qolgan Sultan Abdullah Xon Turpandan kelgan jiyan qizi Malika Muhtaram xonimni chaqirib kelishga choparman avatdi. Malika Muhtaram xonim Lalazar Ravaqqa yetib kelganda Abdullah Xon ko'l bo'yidagi shohona supida xiyol surib o'tiradi. U Malikani ko'rib, chiroyiga yiqimliq tabassum yugurtdi. Malika beshiga oltin o'tig'at qistirilgan marvoyit to'p kiyib olgan bo'lib, qizil 40 tal qilib o'rib olgan sumbul chochlari yelkasiga tushib turadi. Atlas ko'ylak ustidan bog'lab olgan qoshtishi kamariga Sultan Abdullah Xon hadiya qilgan oltin sapli xanjarni esib olgan edi. Qizning nozik qaddiga mos kelmagan yo'g'on xanjar har bir qadam edishiga moslashib, yengil pulanglaydi. Malika ashu turqi bilan Sultan Abdullah Xonning ko'ziga Lalazar Ravaqning gulzorligida bahramon uchib yurgan rangdor kepinakdek ko'rinib ketdi. Assalomu alaykum, xonata, dedi Malika xonning uduliga kelib, ikki qo'lini ko'krigiga elib, ehtirom bildirib. Va alaykum assalom, keling Malikam, dedi xon qizga otilacha mehri bilan qarab. Keling, qishimga kelib o'tiring. Kun bo'yi orda arkalarining xushomat, ta'zimlari, sun'iy hurmatlari, yosima yejishlari bir xil yo'sinda takrorlanadigan ziyoda maqtash, ko'k ko'tarishlardan zerikkan Sultan Abdullah Xon kichik bo'lsa-mu, o'z so'zlik, erkin fikr qiladigan, xushchaqchaq, yeshiga va jinsiga mos kelmagan holda hokimiyat, saltanat ishlariga alohida ko'ngil beradigan bu qizni yoqtirib qolgan edi. Sho'x, chechan, mayli cho'ng, mayli kichik demay, har qanday odamning nuqson, savanliklarini ko'rsatib berib, tanbih beradigan bu qiz xonning bir xil yo'sindagi buruq turma orda hayotiga yangi mazmun, yangi ma'no qo'shgan edi. Mana shu chaqcha orda arkanlarining hech qaysisi shikarga chiqqanda Sultan Abdullah Xon bilan shikar qilish, o'qiya etishda baslashishga pedinib boqqan emas. Ammo Malika Muhtaram xonim xon bilan billa shikarga chiqib, o'qiya etishda baslashadi. Hatto xonni yengib olgan edi. Xon mushdimda qizning marganligiga darhol qo'l qo'ydi. Bu ish xonga bakmu yangi va ko'ngillik tuyuldi. Yangilik yolg'iz bo'la emas. O'zini butkul Saidiya xonligi tavasida shaxmatning piri deb hisoblaydigan xon Malika bilan shaxmat o'ynashda basishividi 10 qadam mangmayla mat bo'ldi.
Qoyil bo'lmay uda 5 qo'l tutishib edi, 3 qo'l yengildi, 2 qo'l tanglashdi. Birər qitimmi bo'lsa utuqqa erişəmləgən Abdullaxan şuncha yillardan beri orda erkanları bilan o'ynagan nurg'un shaxmatlarda har qitimda g'olib chiqqanligidan gumonlandi. Ashu xushamatchi orda erkanlarining o'ziga qasdan yengilib berganligiga, o'zini mat qilishga mahorati yetib turibmi, jur'at qilolmaganligiga ishondi va o'zining xeyli nurg'un ishlarda boshqalardan mutlaq ustun turmaydiganligini tushundi. Navoda Malika Muhtaram xonimga yo'liqmagan bo'lsa, o'zini umrining oxirigacha aql farosat va har qanday ishda har qanday odamdan ustun turman deb hisoblab o'tib ketar ekan, mana u saxta g'oliblikning xushalligidan haqiqiy mag'lubiyatning lazzati ustun turdiganligini, yengilish, noishonch, xiris vahimisida o'ynalgan sinishlarning hayotga boshqacha ma'na, xushallik ato qildiganligini bildi. Şoňlaşqa Sultan Abdullaxan birdam aram tapsıla Malika Muhtaram xonimni yeniga chaqirtdi. Malikaning xon his qilgan ortiqchiliklari yolg'iz bu emas. Xon Malikaning yiqimliq ovozdan Navoiy, Lutfi, Jami, Ömer Hayyam, Qidirxon Yerkandi, Sakkaki, Mavlani Yusuf, Saidxon, Sultan Abdurashid xon, Mo'mizi Muqamshunos, shoira, xonish Amonni Saxonlarning she'rlarini deklamasiya qildirib anglaydi. Malikaning yumron qo'lida qumush qalam bilan qog'oz yuziga tushirgan go'zal husn xatlardan zo'qinlatdi va o'zimi qo'liga qumush qalamni elib, husn xat mahoratini mashq qiladi. Til adabiyot, falakiyot, hisob, ilmiy nujum, lashkari ilm qatorliq fanlar haqida ko'z qarashlarini sharhlab munoziralashadi. O'qigan kitoblari haqida dadalash qilishadi. Malikaning ajdodlarining saltanat tiklash yo'lida elib borgan harbiy yurishlari, urush san'ati, qo'llangan tajribalari haqidagi bayonlari Sultan Abdullaxonni ham hayron qoldiradi, ham qoyil qiladi. İkisining lashkari tadbir, jangnomalar haqidagi munoziralarining ko'pincha o'yiga chiqmaydi. Bundaq chaqda Abdullaxon o'zining sultonligini qaranliq davrdan halqagan cho'p jo'nglar bir odam bo'lib qolganligini tamoman esidan chiqaradi-da, ba'ayni bir tantak bolaga aylanib qoladi. Biroz bo'lsa-mu hokimiyat, yurtdorchilik g'amidan qutulib, o'zini erkin ozoda sezadi. Vujudidagi g'am, yuragidagi dard hasratlari yo'qolib, vujudini xushallik, ko'ngil ozodichilikka egallaydi. Ammo yolg'iz qolgan chaqda mushtumdak bir qizning aql farosatini, ilm kamolini, sadoqatini o'g'illarga, bo'libmi cho'ng o'g'li Shohzoda Yo'lbosxonning aql farosat, ilm kamolat, axloq fazilati bilan silishtirib mayuslanadi. Hasratlanadi. Shu sabablikmi Tangri har himmatlik qilib yaratgan bu qizni hargizmi kichik bola qatorida ko'rmaydi. Cho'ng odamlarda ko'rib hurmat qiladi. Qizning bolliq qilib erkalashlaridan, xo'ylanishlaridan huzur oladi. Chin yurkidan chiqarib qaqaqlab kuladi. Kuniga bir vaqt bo'lsa-mu, Malika bilan bir dasturxonda o'tirib g'izallanmasa, yegan taomlari og'ziga tetimaydi. Ko'ngli parishon bo'ladi. Xuddi kichik bolaga o'xshash xo'yinladi. Atrofidagi mahramlarga o'rinsiz azor beradi. Sultan Abdullaxonning bu qilqidan cho'ng xonish va bir qism amirlar norozi edi. Bir elning xoqoni bo'lgan kishi xonliq sur hayvasini cho'rib tashlab, kichikkina bir qiz bola bilan do'st bo'lib, o'yin tomoshaga mashg'ul bo'lsa, salopatiga nuqson yetadi. Shohona shavkati tuvanlab ketadi deb g'o'dirishadi. Ammo ko'ngillardagi bu xiyollarni xonga aytishga jur'at qilolmaydi. Turpanning noib amri Said Babaxon sultonning o'g'lisi Shamshibonu Malika bo'lsa,
qizining Sultan Abdullah xon bilan ziyoda yaqinligidan ko'ngli ham xushal, ham yerim edi. Xushalliqi qizining cho'ng xonning nazariga ilinishib, e'tiborlanayotganligi. Ammo haramdagi xonish oyim Shohbanu Maliklarning torliq qilib, Malika Muhtaram xonimning keyindan izil zotlarga xos nazokati, malikalarga xos latofati yo'q deb g'ayvat qilishlardan ko'ngli to'limi yerim bo'ladi. Ammo qizini xon tog'asidan yiroqlashtirishga amalsiz edi. Bugun siz bilan shaxmatda ravrus bir qo'l tutishib boqay deyman qizim, dedi Abdullah xon. Yiqilgan chilishqi to'ymabdi deb yana shaxmat xumarlari tutibdi-da. Shaxmat xumarlari tutibdi ha, xon ota, dedi Malika Muhtaram xonim veliqlab kulib. Bo'pti, bu döram sizlar bilan farzimni ilivitib o'ynay. Meni bir qo'l yengib olgan bo'lib, ko'ngillarini aram topqizsizlar. Bilib qo'ying qizim, xon tog'ingiz azaldan sarkardisi yo'q lashkar bilan jang qilgan emas. Sarkardisi yo'q lashkar bilan jang qilsa, asan yengib olg'ili bo'ladi emasmi, xon ota? Bunda qalbining nima ahamiyati? Bu degan o'p-o'chiqli ojizlarni bo'zak etganlik, nomardlik, hargizmi bahodirlik emas. Raqibining o'zidan qudratli ekanligini bilib turib, urush e'lon qilishchu amsa? Qaramliq, deb kuldi Abdullah xon. Yo'q, nodonlik, deb kuldi Malika Muhtaram xonim. Gohi qaramliqmi g'albiga erishtirdi, dedi Sultan Abdullah xon qoyil bo'lmay. Kuchlik raqibiningmi ojizligi yengildigan vaqti bo'ladi. O'g'u shundoq, ammo bunda g'alba nusrat ko'pincha tadbirlik, farosatlik, muhoratlik sarkardalarga mansub bo'ladi, dedi Malika e'tiroz bildirib. Qaramlarda kuchlik raqibining ojizligini bilib olgudek, farosat nimish qilsin? Ular ana shundoq munozirlashib, shaxmat urug'ini tizib turishiga Ostona amri, qo'shimcha Ostona muhofizatchilar lashkargohining sarkardasi Mirza Babaqbek yetib keldida xonga salom berdi. Nemish? dedi Abdullah xon kayfsizlangan holda qapqini turib. On hazratimga ma'lum bo'lg'ay, Qashqardan maxfiy ma'lumot keldi. Shahzoda Yo'lbosxon Ostonaga yurish qilish uchun jiddiy tayyorlik ko'rib o'tibdi, dedi Mirza Babaqbek jiddiy yo'sinda. Nima? Shahzoda Ostonaga lashkar tortib kelamdikan? dedi Abdullah xon cho'chigan holda. U bir oz turib olgandan keyin chorlashgan quyuq soqollarini tutamlig'icha gapini davomlashtirdi. Yo hazrat, bu shahzodada insof, tavfiq degan narsalar rostilla qolmaganmidi? Hech kimdan sado chiqmagandan keyin xon Mirza Babaqbekdan so'radi. Bu xabar ishonchlikmi, amrim? Yana odraqsallik qilib, ilgirgidek do'stlarni yig'ilib, dushmanni kudirdigan ishlarni qilib yurmayli deymana? Ma'lumot ishonchlikdir, adolat panohim, dedi Mirza Babaqbek gapni uzibla va yenidagi o'ng qishining ustida bir ilik totuqqa tembel yigitni ko'zitib turib, gapini davomlashtirdi. Bu xabarni mana bu sodiq sarkardlari Qashqarga berib, o'z og'zi bilan akeldi. Xon oliylarining davlatlari mangu ziyoda bo'lg'ay, saltanati abad ro'noq topqay, dedi yigit Mirza Babaqbekning gapi tugishi hamon chaqqonlik bilan lashkari yasoq bo'yicha yaktizlanib xonga ehtirom bildirib. Sultan nazarini yigitga qayta og'dirdi. Beshidan oyog'igacha inchkilik bilan nazar tashladi. Yigitning yoshliq jasorati urg'ib turgan basti sultonning qoyilligini qo'zg'adi. Ijozat, dedi sulton yigitning ehtiromini qabul qilganligini bildirib va Mirza Babaqbekdan so'radi. Bu bahodir o'g'lan kim bo'ladi, amrim?
Ostani qo'riqchi lashkargohi ming begi, o'zi turlik jang mahoratlarini pishiq egilagan sarxil shamsharvozlardan ismi Shirali Bahodir yaqinda Qashqar tarafdan ahvol bilib kelishga mangdurgan edim. Texi bayla Ostoniga qaytib kelishi. Sultan ularni Shohsupaga chiqib o'tirishga taklif qildi. Endi Qashqarda ko'rgan anglaganlaringizni xon oliylariga so'zlab, anglaganlaringni xon oliylariga so'zlab ber, dedi Mirza Babaqbek yigitga buyruq qilib. Shirali Bahodir so'zlashga tamshaldi-yu, Malika Muhtaram xonimga qarab taajjub ilkida to'xtab qoldi. So'zlaba, Bahodir yigit. Malikam uchun lashkariy ishlarni sir tutmoq behojat, dedi Abdullohxon Shirali Bahodirning ko'ngildagini tushunib. Yigit Qashqardagi Bazmxonda Gulshan bilan ko'rishganini yo'shirgandan boshqa Gulshanning og'zidan anglagan Shahzoda Yo'lbosxonning barliq maxfiyatliklarini va atisi Yo'lbosxonning orada mahramlaridan erishgan ma'lumotlarni to'liq bilan so'zlab berdi. Hamda Hidoyatulloh Eshonning Shahzoda Yo'lbosxonga hamdam bo'lish uchun Ishqiya sulkidagi murid muxlislardan bir so'pi lashkarlar qo'shini tashkillab qurollantirayotganligini, Ostona, Makit, Maralbeshi, Qarg'iliq, Poskam qatorliq yurtlardagi muridlarini harakatlantirish uchun xalifa sulk mas'ullarini mangdirganligini qo'shib qo'ydi. Shuncha ko'p lashkariy maxfiyatliklarni qandoq bilib olding, Bahodir yigit? G'oyibni bilish karomating bormi sening? Bormi yo sening? Dedi Abdullohxon Shirali Bahodirning so'zlariga bir ishinib bir ishonmay. Shirali Bahodir o'zini tutib olib, tamtirmayla javob berdi. Oltin kumush zuvansiznimi so'ziltadigan qiblagohim. Mana bu qaramlarning vujudidagi o'zidan kuchlik raqiblarining ojizligini tutib olaydigan katta farosat, aql bilan tadbir birlashsa, har qanday mushkulotni yengil bo'ladi, xon ota, dedi Shirali Bahodirning tadbiridan qoyil bo'lgan Malika Muhtaram xonim gap elib va o'zining bayam Abdullohxon bilan qilgan munozirasida keltirgan daliliga ishora qilib. Qoyilman, dedi Abdullohxon chiroyiga sus kulki yugurtib. Ishqiya sulkidagilarning Shahzoda Yo'lbosxonni taxit tortib-olishga quturtib-atganligi va bu ish uchun kuch tashkillab hamdam bo'lmoqchi bo'lganini anglab, Abdullohxon ancha ajablanib ketmadi. Chunki u ayni yili Xo'ja Muhammad Yusuf Eshonning Qo'sh Gumbazdagi o'limidan keyin ishqiyachilarning o'zini soqiyachilarni qanot ostiga oldi. Ularni saltanatining suri bilan qo'g'didi. Hokimiyatni sulk mazhabdan mustasno tutaman degan va'dasiga amal qilmadi deb og'rinib, odava tutib kelayotganligini obdan biladi. Ammo o'z pushtining aqlsizlik qilib, taxtda o'tirishga oldirab, o'z otasiga qarshi qilish yalang'ochlashga tayyorlanayotganligidan ko'ngli xilli eski bo'ldi. Yuragi mujildi. Ota bola taxt talishib, qilish yalang'ochlashibdi degan batnomga qoldiganligini o'ylab, vujudi nomusdan o'rtandi. Shahzoda buncha noshukrlik qilmasimi? Bu taxt saltanat shuning idig'i oxir. Ey yaratgan Alloh egam, qaysi bir gunohlarim uchun menga bu mushkulotlarni, ranju alamlarni ravo ko'gaysan. O'z tilimga chiqqan ko'ydirgi bo'ldig'i bu bad axloq Shahzoda. Shu topda Sultan Abdullohxon 1639-yili amdila 8 yoshga kirgan Shahzoda Yo'lbosxonni to'limu yengiltaklik bilan Qashqarning noib amri qilib belgilaganligini, bu narasida o'smir uchun ot tarbiyasi, molla ustoz ta'limi to'limu zarur mazgil ekanligini, Ostondan xondan yiroq turgan Qashqar amirlarining Shahzodaga adab axloq, ilm mahorat, yurtdorchilik ishlaridan ta'lim bermay, Shahzodani turlik o'yin tomosha,
bəzmə, naşayan işlarga ügətkenligini. Şu səbəblik Şahzadə Yolbasxanның ösmür çığıdla buzulup, ən aşundaq bəd əxlaq, rəhimsiz, nəfsaniyetçi, naşükür bob çoğ boğanlığını zinhar oylamaydı. Mana muşu işlarning sababchisi o'zi ekanligini hargiz xiyoliga keltirmaydi. Shahzodaning payli shu bo'lsa, bizmi tayyorlik ko'rib qo'yayli, dedi Abdullaxon chiroyiga jiddiy tus berib va har qachon yendin bir qadam neri ketmaydigan muhrdori qo'shimcha farmonchibakka qarab buyruq tushirdi. Farmon! Peshindan keyin barliq orda arkonlari huzuri muborakka jam bo'lg'ay. Lashkari ishlar to'g'riliq mashvarat qilg'aymiz. Lashkari mashvaratga men qatnassam bo'lamdi, xon ota? Dedi Malika muhtaram xonim chiroyli kiyik ko'zlarini xonga iltijoliq tikib. Albatta bo'ladi, aqlli qizim, dedi Abdullaxon Malikaga ishko'yarlik bilan qarab. Mirza Babaq bey Sultan Abdullaxonning Malika muhtaram xonimga bergan bu ijozatni ancha yoqtirib ketmadi. Ammo boyatdan beri Malikaning chaqmoqdek qilgan o'rinliq so'zlaridan hayron bo'lib turgan Shirali Bahodir Malikaga qoyillik bilan qarab qo'ydi.